Bugun dunyo bolalari bayram qilmoqda. Shodlikka to'la yuzlar, quvonchga to'la yuraklar. Chunki bugun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Ularning orzusi bizning mas'uliyatimiz. Ularning baxti bizning vazifamiz. Har bir bola mehrga loyiq. Har bir bola himoyaga muhtoj. Har bir bola kelajagimiz. Iqtisodiyot va Moliya vazirligining qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy va Xorazm viloyatlarida jami 88 ta davlat maktabgacha ta'lim muassasalarini yangidan qurish va rekonstruksiya qilish belgilangan. Bu orqali respublikamizning chekka tumanlaridagi bolalar bog'chalarida jami 11.400 nafar yangi o'rinlar tashkil etiladi. Bugungi kunda ana shu obyektlarning aksariyatida qurilish, ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqal'a tumanida joylashgan 36, 37 hamda Beruniy tumanidagi 55 maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qurilish yakunlanib, bolajonlarni qabul qilish ishlari olib borilmoqda. Har biri 90 o'ringa mo'ljallangan ushbu bolalar bog'chalari zamonaviy talablar asosida qurilgan bo'lib, tarbiyalanuvchilar uchun barcha sharoitga ega. Biz yangi bog'chaga keldik, yangi ko'rgan ekan, rosa ham chiroyli ekan. Menga yoqdi. Biz bog'chada rasm chizamiz, qo'shiqqa tayyorlanamiz, o'yinchoqlar o'ynaymiz, she'rlar yodlaymiz. Men katta bo'lsam shifokor bo'lmoqchiman, kasal bo'lmasin deb odamlarni davolamoqchiman. Loyihaning mantiqiy davomi hisoblangan qishloq joylarini kompleks rivojlantirish ikkinchi bosqich loyihasi doirasida Qashqadaryo, Samarqand va Surxondaryo viloyatlaridagi olis qishloqlarda 48 ta maktabgacha ta'lim muassasalari qurilishi ham rejalashtirilgan. Qurish va rekonstruksiya qilish yo'nalishidagi ushbu obyektlar aholining ehtiyoj va istaklari asosida tanlangan bo'lib, bugungi kunda ularda loyihalash ishlari boshlangan. Ushbu bog'chalar faqatgina ta'lim maskani emas, balki bolalar orzulari parvoz qiladigan makonga aylanishiga ishonamiz. Har bir orzu katta hayot sari qo'yilgan ilk qadam. Bu qadamlar ishonchli, xavfsiz va baxtli muhitda boshlanishi kerak.